Hammangizga Xudodan tinchlik bo'lsin. Muqaddas kalomni o'qiganimizda odatda Xudo ota haqida gap ketganda uni faqat Xudo deb aytib ketilgan oyatlar mavjudligini ko'ramiz. Masihiy jamoatining ilk 3 asrida ham Xudo ota haqida gap ketganda shunchaki Xudo iborasi ishlatilgan. Jamoat otalari Xudo ota haqida ko'p maktub yoki kitoblar ham yozishmagan. Bunga sabab Xudo ota haqida asosan kalomdagi oyatlarni iqtibos qilishni o'zi yetarli bo'lgandi. Deyarli barcha odamlar, hatto iymonsiz yoki butparastlar ham Xudo ota degan fikrni to'g'ri tushunardi. Albatta iymonsiz butparastlar Xudo otani qabul qilmasdi, lekin shu paytning o'zida unga ko'p e'tiroz ham bildirishmas edi. Gap Xudo o'g'il va Xudo muqaddas ruh haqida ketganda e'tirozlar va nolishlar boshlanardi. Hozir esa muqaddas kalomdan ayrim oyatlarni keltiraman. Yuhanna 3-bob 16-oyat. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishonganlardan birontasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Bu oyatda bu dunyoga o'z o'g'lini yuborgan zot Xudo ota ekanini biz bilamiz. Lekin bu yerda uni faqat Xudo so'zi bilan ifodalab qo'yishgan. Albatta boshqa oyatlarda Xudo ota degan jumla ham ishlatiladi. Bunga quyidagi oyatlarni misol qilaman. Yuhanna 6-bob 26-27-oyatlar. Iso ularga shunday javob berdi: Sizlarga chinini aytayin, sizlar mo'jizali alomatlarni ko'rganingiz uchun emas, balki non yeb to'yganingiz uchun meni qidiryapsizlar. Siz o'tkinchi ozuqa uchun emas, abadiy hayotga boshlovchi boqiy ozuqa uchun harakat qilinglar. Bunday ozuqani sizlarga inson o'g'li beradi. Zotan otamiz Xudoning o'zi bu vazifa uchun uni ma'qul deb topdi. Endi esa Pavelning maktublaridan ikkita misolni keltiraman. Kolossaliklar 1-bob 15-oyat. Ko'rmas Xudoning surati Masihdir, u butun borliqning to'ng'ichidir. Bu oyatda Xudoning surati deganda albatta Xudo otaning surati haqida gap ketyapti va bu Rabbimiz Yeshua Masihdir. E'tibor bering, Xudo ota jumlasi emas, faqat Xudo so'zi ishlatilgan. Filipliklar 2-bob 6-oyat. Iso Masih Xudoning tabiatiga ega edi. Shunda ham u Xudo bilan tengligini mahkam tutmadi. Bu oyatdagi Xudoning so'zi ham Xudo otaga tegishli. Ya'ni Masih Xudo otaning tabiatiga yoki ilohiy tabiatiga ega deyilgan. Shu ikkala oyatda ham Masih aslida Yahve Xudo ekanligi, uning tabiati Xudo otaning ilohiy tabiati bilan bir xil ekanligi haqida gap ketyapti. Shunisi qiziqki, Injil xushxabarida Yeshuaning o'zi ham odatda o'zi haqida gapirganda Xudo so'zini deyarli ishlatmagan. Ko'pincha u o'zini inson o'g'li deb atagan va boshqa so'zlarni ishlatish orqali xudoligiga ishora qilardi. Yana boshqa joylarda esa Masih eski ahdda Yahve haqidagi oyatlarni o'ziga nisbatan ishlatib, o'zini xudoligini isbotlar edi. Lekin bunday ishora va gaplarni hamma ham tushunmaydi yoki tushunishni istamaydi. Nega Rabbimiz Yeshua Masih shunday ish tutgandi? Buning sababi bor. U o'zini Xudoman deb aytsa, o'sha paytdagi yahudiylarning aksariyati u o'zini osmondagi Xudo otaman deb aytyapti deb o'ylashardi. Yeshua shuni bilgani uchun gapirgan gapida juda ehtiyot bo'lardi. Lekin o'shanda ham eski ahdni yaxshi bilgan odamlar uning aytgan gaplarini eshitib, u aynan nima demoqchi bo'lganini bilishardi. Aynan shu sababdan ham ular ko'p marta uni o'ldirmoqchi bo'lishgan edi. Keyinchalik Xudoning belgilagan vaqti kelganda Yeshua o'zini tutib berdi va ular uni qochsa o'ldirishdi. Endi esa Afanasiy Iskandariy yozgan bir asaridan iqtibos qilaman. Biz borlig'i o'zida mavjud bo'lgan yagona tug'ilmagan Xudo otaga ishonamiz. Shu bilan birga Afanasiy quyidagilarga ishongandi. Ota haqiqiy Xudo, tabiati bo'yicha barkamol zotdir. O'z-o'zidan mavjud yoki bor bo'lgan Xudodir. Hamma narsalarga boshqa zotdan emas, balki o'zidan ega bo'lgan, to'liq va kamol Xudodir. U abadiy, o'zgarmas va boqiy, ya'ni o'lmaydigan zotdir. U hamma narsaga qodir, yaratuvchi, binokor, Rabbiy, shoh va hukmdordir. Uning o'zligi yoki borlig'i bor. Uning xohishi va irodasi bor. U eng yuksak fikrlaydigan zot, haqiqat va nurdir. Xudo ota, Xudo o'g'il va Xudo muqaddas ruhga nisbatan quyidagi sifatlari bilan farq qiladi. U manba sifatida otalik qiladi. Shaxsida ulardan farqli, lekin ajralib qolmaydi.
Ota o'g'ilni tug'adi va muqaddas ruhni o'zidan chiqaradi. Ota boshqa ikkita shaxsga nisbatan birlamchi hisoblanadi va hammasini uyushqoqlikda birlashtirib turadi. Ota ilohiylikning va shaxslarning boshi va manbasidir. Ota o'zini odamlarga bevosita ko'rsatmaydi, balki surati bo'lgan o'g'il va muqaddas ruh orqali o'zini odamlarga bildiradi va ko'rsatadi. Shu yerda videoni yakunlayman. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Savol va izohingiz bor bo'lsa, yozib qo'ying. Videoni boshqalar bilan bo'lishing. Hammangizga Xudo Ota, Xudo O'g'il va Xudo Muqaddas Ruhning inoyati va tinchligi yor bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.